agar Abror erkak bo'lsa, mana men ommani oldida aytyapman. Endi borib buni hozir bir ikki shapaloq urib, chekagini qiyshaytirib qo'yish ham qo'limdan keladi. Aytyapman. Men bunaqa so'ki, chekagini qiyshaytirib qo'yish ishlarini qilmayman men. Birovni borib so'kib, urib, dabdarasini chiqarish bizning ishimiz emas va bizning prinsipimiz emas. Agar Abror erkak bo'ladigan bo'lsa, 100% madaniy bahsga chiqamiz. 100% madaniy bahsga chiqishga duxing yetadimi? Yaxshi yomon gaplar uchun uzr so'rayman. Ba'zi bir o'rinlarda yoshlikka nimaga borgandirman. Xush ko'rdik. Sog' bo'ling. Rahmat, Allohga shukr. Mavzuyimiz bundan boshlaymiz. Ayolman endi o'zi bir o'ylab qarasam, siz bilan bizda nima tafovutimiz, nima ixtilof ketadigan joyimiz bor o'yladim. Menimcha bu yerda hozir ikki o'rtada bir tushunmovchilikdan boshqa narsa yo'q. Chunki men siz bilan fikriy qarab qarshi bo'lgan joyimiz o'zi yo'q avvalo bu. Ya'ni ki masalan, kimdir o'ylashi mumkin, o'sha tirik kitob masalasi bo'yicha, masalan, tirik kitob masalasi bo'yicha fikrlaringizni aynan post qilib aytib o'tirmaganman, lekin jonli efir davomida o'zimni obunachilarimga aytganman. Qaror muhtaralaringiz fikriga nima deysiz deyishgan. Obunachilarim bilan tasdiqlashi mumkin. Bu guvoh bo'lganlar aytdim, qaror muhtaralaringiz burada haqiqatda asosiy kimyaterapiya, buni hurmat qilamiz. Bunga men hech qanaqa e'tirozim yo'q deb ta'kidlab kelganman. O'sha ba'zi bir mayichi, boshqa joyda haqiqatda bir qanaqadir xato masala bo'lsa kerak, chunki men sen unaqa odam emas deb taxmin aytganman. Bu bo'yicha ilmiy yo'lda bo'yicha aralashib o'tirmaganman. Endi meni e'tirozim o'sha videoda ham aynan Vayner bolalarga qaratilgan edi. Endi ko'rgan bo'lsangiz, avvaliga bittasi chiqdi, undan keyingilar undan battar qilib chiqdi. Buni kasalligini masxara qilib, men o'shanga chidolmasdan chiqqan joyim edi. Lekin siz videoni oldingizda e'tiroz bildiryapsiz. Vaholanki, men sizni pozitsiyangizni bu borada qo'llab-quvvatlab turibman-da. Demak, shunga keyin hayron qoldim. Men bu odamni o'zi hurmat qilib, qo'llab-quvvatlab turibman pozitsiyasini. Bu yerda tushunmovchilik bo'lyapti-da. Shuning uchun men o'zim tarafimdan, siz o'zingiz tarafingizdan qanaqadir fikr bildirish bo'ldi. Yaxshisi, yuzma-yuz gaplashib olaylik. Bu masalani do'stona hal qilgan ma'qul. Keldim men to'g'risi. Chunki siz bilan meni fikriy hozir o'ylab qarasam, qarama-qarshilik joyim yo'q. Aslida bir qaysidir fikringizga qanaqadir raddiya uchun ham boshqa uchun ham kelganim yo'q. Siz bilan o'rtamizda muloqot taxminan 2-3 marta bo'ldi, to'g'rimi? Bir marta bo'lgan. Bo'ldi. Undan keyin shu siz haqingizda men o'zim alohida, men haqimda siz o'zingiz alohida gapirgan joylaringiz bor. Meni siz bilan bo'lgan mana shu munosabatimda biror dona haqorat ko'rdingizmi? Endi u bir eslasangiz, birinchi nimamizda, bahsimizda o'sha paytda endi umumiy qilib bular sharafsiz, boshqa degandingiz. Aynan shu narsa men o'zimga, shaxsiyatimga tekkanligi uchun men ham jahl ustida o'sha payt video qilganimni eslayman, aniq. Kim mana u mashinamning ichida yarim kecha bo'lgan o'zi. Devonay haqgo'yimi yo sizni o'zingiz aytganmanmi? Yo'q, Devonay haqgo'y o'zi men o'sha masala bo'yicha men aytaman. Bu yerda bir elchi sifatida kelganman sizning oldingizga, ya'ni kim ikki o'rtani bir yarashtirish masalasida. Ya'ni kim men u loyihadagilarni ham bilaman, shuning uchun qo'yinglar unaqa o'sha tortishib o'tirgan kerak emas. Dushmanlarimiz umumiy, do'stlarimiz umumiy. Nima keragi bor hozir ikkalamiz o'zimizcha ixtilof qilib dedimda, o'zi men sizning oldingizga bir ular bilan yarashtirishga borganim, mening maqsadim ularni sizga nisbatan fikri unaqa buzg'unchi fikri yo'q, masalan ba'zi bir fikrlaringizga e'tiroz bildirish mumkin, lekin umumiy ma'noda qarshi emas degan ma'noda borganim. Endi sal tushunmovchilik bo'lib ketdi o'sha o'rtada, bahsga aylanib ketdi bu narsa. O'shanda sizga esingizda bo'lsa savol berdim, u yerda o'qib berdim mana haqimda yozgan gaplarini. Devonay haqgo'y degan profil bizni adminlarimizdan kimdir unga aloqaga chiqqan, o'z boshimchalik qilib gaplashgan. Endi u go'yoki Abror Muxtor Ali yuboryapti bizga deb o'ylagan. Men haqimda yaxshi fikrlarni qo'yib yurardi.
bir kishi meni yaxshi fikrlar deb qo'llab-quvvatlasa, u xato qilsa ham ko'z yumib ketish to'g'ri emas-da endi. Endi bilasizlar, Jakuy Tezak degan bitta Goluboy parvar personaj bor edi. Hozir qamaldi u, menimcha ertaga hukm o'qiladi. O'shani tarafini olib u 100% haqorat qilib kontentlar qilgan. Onayni deb o'sha tut qilinadigan narsani ochiqchasiga. Nimaga desa ushlamaydi deb o'ylagan. Haqiqatda biz O'zbekistonda unga samosud qila olmaymizki. Qonunchilik borki. Samosud qilaman degan odamlarga ham yo'q, qilmalaring deb qaytaraman-ku unga. Lekin o'sha haqorati men o'zimga teng olib javob berishim kerak bo'lgan gap emas u. O'sha devonai haqgo'y seni onangni mana shunaqa qilyapti, sen javob bera olmaysan deb yozyapti. Ya'ni nimaga javob berishim kerak men? Endi shuni so'radim sizdan. Yo bu yerda boshqa narsa dedingiz, o'sha muloqotlarimizni natijasida siz bilan bo'lgan, sizga pramoy to'g'ridan to'g'ri yoki jargon til bilan aytganda sizni haqorat qildimi men biror marta? Yo'q. Undan kuzatmadingiz a? Meni Abror Muxtor Ali haqorat qiladi degan odamlarni hammasini ham olib kelib o'tkazib qo'ying, isbotlab bera olmaydi. Men haqorat qilmayman. Haqorat qilgan odamga javob qaytarishim mumkin. Bu meni zaifligimdir, meni prinsipimdir balki. Meni haqorat qilgan odamga javob qaytaraman. Natija nima bo'ladi? Haqorat qilgan odam haqoratini kesib tashlaydi, menikini qo'yadi. Endi siz bilan bo'lgan muloqotimizda siz meni haqorat qildingizmi yo tanqid qildingizmi? Qaysi jarayon? Ya'ni birinchisi. Qaysi jarayon bo'lsa, mana shu suhbat hammasida. Yo'q. Haqorat qilmadingiz-a? Endi uni men nima uchun shunaqangi xotirjam turib suhbat ham aytyapman, hozir ham aytyapman. U eshak deb, o'zini eshak deb o'ylagan ot uchyapti deb shu suhbatimizdan keyin post qo'yishingiz, orqasidan mashhur shayxni shogirdi eshak, o'rmonga borib mulla bo'ldi, kitob yuklatilgan eshak deyishingiz haqorat menimcha. Bu diyonat yuzasidan. Qonun oldida borib, sudga borib, mahkamaga uchrasangiz, mahkama sen aytmayapti-ku deydi, to'g'ri. Lekin men musulmon odamman, undan tashqari erkakman men. Gapimga javob berib kelganman. Xato qilib qo'ygan bo'lsa aytganman. Bizni suhbatimizda mana shu agar siz haqorat emas desangiz bo'ldi, to'xtadi. Bu haqorat emas ekan u. Kim nimani nomlagan bo'lsa, o'sha nom qoldi. Yo haqorat qilganman desangiz, ya'ni vijdonan olganda, bizni suhbatimizda kim haqorat qilgan bo'lyapti birinchi? Umuman olib qaraganda o'sha paytda masalan sizni men jahlim chiqargan narsa o'sha men ovozimni o'chirib qo'ydilar jonli suhbat jarayonida. Lekin nimadir dedingiz, meni esimga qolgani aniq endi o'z to'liq nimasi yo'q. Plus mana bular mana shunaqa sharafsiz dedingizmi, aniq bilmayman. Nima shu payt chesimga tekkan narsa shu bo'ldi. Nomusimga shu bo'yicha o'zimni fikrimni bildirdim jahlimda. Undan keyin siz bilan qanaqadir bir haqoratli yoki shaxsiyatga tegadigan masalalar bo'lmadi. Keyin mana masalam haqida keladigan bo'lsak, u aynan kimgadir qaratilgan emas. Men o'zim bo'yicha yana alohida istoriyada izoh berib o'tdim. Bu deylik. Bo'ldi, mavzuni yopdik. Bo'ldi. Siz o'zingizni oqlagan sari, sizni ya'ni qiymatingiz bilinib boraveradi. Erkak kishi bir gapni gapiradi-yu, keyin aslida uni asli ma'nosi mana qayda desa, uni biroz rujulatiga putur yetadi. Hozir sen gapirmang deyotganim borgan sari ya'ni o'zingizni qadrsizlantirib qo'yasiz. Uni 100% odamlar bilib turibdi. Mashhur shayx O'zbekistonda bitta. Mashhur shayxning shogirdlaridan bittasi menman. Siz bilan bahs qilib turibman. Siz o'sha gapingizni hozir aylantirishga harakat qilyapsiz. Menda unaqa narsa yo'q-da, farqimiz shunaqa. Yo'q, unaqa. Tanqid bilan badiiy adabiyotni tushunasiz. Bir gapingizni bo'ldim. Bu badiiy adabiyot nazaridan bu oddiy masala. Uni kimgadir yo'yishni o'zi bir xato. Masalan, deylik, men shu siz bilan suhbatimizdan keyin men qanaqadir bir eshak haqida masala aytsam, u aynan kimgadir qaratilgan bo'lib qolmaydi. Men o'zimning ijodiy yo'nalishim shunaqa. Oldingilarni kuzatingiz, men masal bilan mana shunaqa o'zim yo'nalishim bor, qanaqadir qora yumor, boshqa qilaman. Men u bo'yicha boshdan ham shunaqa izoh berganman, hozir ham shunaqa deyapman. Agar men boshda uni
aynan kimgadir qaratilgan deb turib hozir sizga oldingizga kelib yo'q bunaqa emas desam, u paytda mana ikki xil bo'ladi. U paytda men qadrimga Yo, ben tushunaman sizni. Hozir O'zbekiston qonunchiligida kimgadir atalganligi aniq bo'lib qolsa, u yerda siz yo ma'muriy yo jinoiy javobgarlikka tortilib ketasiz. Bu yerda biz yuridik tomondan aqlliman men masal gapirdim deb chiqib ketish uchun gap bo'lyapti xolos. Biz siz bilan yuridik masalani gaplashmayapmiz. Biz erkakmiz. Yana qaytib aytyapman. Biz gapimizga javob berib kelganmiz. Biz ayollarga o'xshab kinoya bilan gapirmaymiz. Agar qarshimizda turgan odam bilan tashlashadigan bo'lsak, misol uchun to'g'ridan to'g'ri aytib qo'yaveramiz. O'zi bir kishi meni eshak desa, u menga savobini beradi. Meni e'tiqodim bor. Qiyomatda so'raladi undan. Oxiratga iymoni bor odam bo'lsa, Alloh taolo uni turg'izib so'raydi. Men inson qilib yaratgan edim. Sen nimaga meni yaratganni eshak deyapsan deydi. Bu o'sha so'kilgan, haqorat qilingan odamga ajr. Men bundan hech qanaqa ya'ni xafa ham emasman, xafa bo'lmayman. Chunki eshak emasman-ki. Endi men aytamanki, meni o'sha kommentlarda hammasi meni tekkirishyapti. Birortasini o'chirmagansiz. Men aytamanki, meni e'tiqodimda shu narsa bor. Mana hozir madaniyat gaplashyapmiz-a, madaniya. Bir kishi sizni eshak desa, u kinoya qiladimi? Qur'oni Karimda humazatul lumaza degan. Kinoya qilib, ishora qilib bo'ladimi? Masal tarzida bo'ladimi? Shunaqa deb haqorat qilsa, kimdir sizni u valata zino bo'lish ehtimoli bor deydi ulamolar. Chunki vijdoni toza odam bunaqa qila olmaydi. Vijdoni toza odam o'tirib gaplashadi. Biz qochib ketgan odam bo'lmasak, Suriyada yurgan odam bo'lmasak, siz bilan o'rtamizda tanqid bilan populizm o'rtasida tortishuv bo'ldi. Sizlar deb gapirganingizga men o'zimga oldim. U o'zimga olganligim balki xatodir. Sizga emas edi o'shanday gap desangiz, uzr, men noto'g'ri tushundim deya olmayman. Uni izohga ham yozganim endi siz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa chiqish imkoni yo'q. Men izohga yozib qo'ydim. Bu aynan sizga taalluqli emas. Sizning pozitsiyangiz. Ha, keyin ko'rdim men. Keyin ko'rdim, lekin lar deganingizga menda ham shunaqa vaziyatda hamma izohda bir ikki kitobga qarshi chiqyapsiz degan trolling harakati bo'lyapti hozir, urinish. Boshlanishda 90 ga 10 edi, 90% hujum bo'layotdi, hozir 80 ga 20 ga qaytdi. Abror Muxtor Ali to'g'ri aytgan ekan deyapti. U tirik kitobni kitob targ'iboti masalasida men o'rtaga gaplasha olmayman u odam bilan. U targ'ibot qilayotgan ateizmdan qolgan qoldiq kitoblar emas, bizga ajdodlarimizdan qolgan mana kitoblarimizni targ'ibotini qilib kelyapmiz. Mana muqaddima. O'zbekistonda emas, dunyoda haftalikda birinchi o'rinda sotildi. Dunyodami? Bir haftada sotilgan kitoblarning ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. Kitob targ'ib qilyapmiz. Bu sizga. Bestseller kitob. Kitob targ'ibotini qilib yurgan odammiz. Biz kitobga qarshi emasmiz. U odamning kitob targ'ibotini qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin hozir Hizb-i Tahrirning kitobi bor. Islom nizomi degan, demokratiya kufr nizomi degan kitobi bor. Targ'ib qilaylikmi kitob bahonasida? Yo'q. Kitob bahonasida ateistlarning iqtiboslarini gapiryapti. Ko'z yumaylikmi? Yo'q. Yolg'on bilan xalqqa aldab bo'lmaydi. Ayniqsa ta'lim yo'nalishida, ayniqsa kitob yo'nalishida. Yolg'on gapirib zo'r kitob o'qi deb bo'lmaydi. Amir Temur o'zini ijobiy tomonlari bilan birga salbiy tomonlari bor. Buni gapirish kerak, aytish kerak. Salbiy tomondan ehtiyot bo'lish uchun. Shuning uchun aytayapmanki, menga ko'pchilik yozgan uchun men tanqid qilyapman. Tanqid bilan populizmning farqi bor. Shu suhbatda ham aytdim men. Tanqid muammoni aniq nuqtasiga urg'u beradi. Mana shu joyda muammo bor, yechimi bu deydi. Shaxsga o'tmaydi. To'g'rimi? Populizm nima desa, muammodan o'zini shaxsiy manfaatida foydalanadi. Muammo turibdi-da, misol uchun nimaga unga sanlar ojiz odamga gapiryapsanlar? Amaldorlarga gapirsang bo'lmaydimi? 100% populizm. Bu sizda haqorat emas bu. Bu ilmiy istilohda shuni populizm deyiladi. Siyosiy tilda. Nimaga? Mavzudan boshqalarga chalg'itish odamlarni. Mana hozir ikkalamiz o'tiribmiz-a, sizga bittasi kelib aytsa, nimaga bu yoqqa kelding? Falastinga borsang bo'lmaydimi? Falastinda odamlar o'lib ketyapti deb ko'ziga yosh olsa. Aytasizmi siz? Bizning hozir mavzuyimiz bu. U mavzu alohida gaplashiladi. Bizda Ramazon Buti degan bir olim bor edi. Shu kishi xalqqa murojaat qilganda aytgan.
xalq degan, sizlarni vakilinglarman men ham degan. Sizlar bilan gaplashayotganda rahbarni yomonlasam, uni g'iybat qilgan bo'laman. Rahbar bilan gaplashayotganimda sizlarni yomonlasam, sizlarni g'iybat qilgan bo'laman. Sizlar bilan ro'baro o'tiribmanmi, sizlarga tegishli gapni gapiraman. Mavzuni ya'ni hadafdan chalg'itish, mo'ljaldan boshqa tomonga burishga urinish bu. Men buni populizm dedim. Chiqib aytsangiz misol uchun, aka shuni yoki uka populizm ekanligini isbotlab bering, o'tiramiz desiz, mana imkon qila olamiz. Lekin orqasidan 2 kun o'tib eshakni uchayotganini qo'yapsiz, go'yo men eshakman. Orqasidan she'r yozyapsiz. Yo'q, yo'q. Men olmayman. Men eshak emasman-ku. Siz qo'yyapsiz, go'yo men eshakman. Qanday go'yo? Go'yoki chunki aql muhim joyida meni. Qayta man izoh berdim. Ey, baraka. Yo'q, agar uni aniq hozir bo'yningizga olsangiz, javobgarlikka tortilib ketasiz. U o'ta aqlliman degan xod qilyapsiz, xolos bu. Men sizga aytyapman, biz yuridik mavzuda gaplashmayapmiz siz bilan. Hali bu mavzu yopilmasa, qiyomatda yana gaplashamiz. Qiyomatda men aytmagan edim desangiz, sizni tilingiz, qalbingiz, qo'lingiz gapiradi. Unda inkor qila olmaysiz. Hozir qilaverasiz. Qilavering. Men aytyapman, men eshak emasman. Men odamman, insonman. Kimdir meni eshak deyotgan bo'lsa, onamni, otamni, Odam alayhissalomni eshak deyotgan bo'ladi. Alloh taolo so'rab oladi uni. Men bunga xotirjamman. Bitta eshak deb haqorat qilingan odam men emasman. Islom tarixida qancha insonlarni shunaqa so'kilgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom quloq deyilgan. Rasulullohni majnun deyilgan. Sen Rasululloh bilan o'zing tengmisan deb qo'yadi. Yo'q, populizm bu ham. Yo'q, sen haqorat qilyapsan, Rasulullohni haqorat qilgan bilan sen tengsan deyiladi. Mavzu shu mana shu safga ko'ra belgilanadi. Kimdir chumoli safida, kimdir kalta kelsa safida bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. Maqsadiga ko'ra baholanadi. Siz maqsadingiz misol uchun hozir aytishingiz bo'yicha aylantirib men aytdim, u mavzuni yopdik, gap yo'q. Endi populizm masalasiga qaytsak, agar siz konkret bir yechim berib turgan paytingizda mana o'sha fikrlarim aynan sizga qaratilgan bo'lsa edi, haqiqatan men tan olardim. Domla O'rolli gapirdi, demak, populizm ekan men fikrlarim derdim-da. Lekin u aynan o'zingiz aytgandaqa hech qanaqa bir yechim bermasdan turib odamni kalaka qilayotgan, masxara qilayotganlarga qaratilgan holatda men ularga kontrargument keltirganman. Ya'ni masalan o'zingizdan bir bahslaringizda keltirib o'tasiz, deylik, qaysidir o'sha Turkiyada yurgan hizblarmi yoki salafiylarmi bo'ladigan bo'lsa, nima uchun masalan Turkiyadagi jarayonlarni gapirmaysan-u, O'zbekistonni tanqid qilasan degan ma'noda sizning o'zingizda ham bahsda qanaqadir bir fikrlaringiz bo'ladi. Men ham xuddi shunaqa yondashuv qilganman. Ya'niki bu yerda deylik, maktab darsliklarida ko'p xudolik masalasi bor, tarix kitoblarida o'sha ko'rsatilgan yoki Darwin nazariyasi katta mana bu yerda ko'rsatilgan holatda turibdi, lekin men bu odamlarga nima qilmasin, darsliklarga indamasdan sen aynan bitta odam kalaka qilyapsan. Keyin aynan ko'rsatib o'tganman. Mayli, asosli raddiya ber deganman. O'sha yerda meni bu iqrorim bo'ladi, ya'ni kim siz raddiya berdim, tanqid qildim deyapsiz-ku. Bu sizni faoliyatingizni tasdiqlaganimni, sizning fikringizni tasdiqlaganimni bu hujjatdir. Aynan o'sha videoni ko'rsangiz bo'ladi. Asosli raddiya bilan chiqmaydi deganman. Lekin nima qilasan, kasallikli odamni manaqa kalaka qilib degan. Mana jahlim chiqami shu. Sizning fikringiz yoki kimdir asosli tanqid qilsa, men qo'lim ko'tarib qo'llab-quvvatlayman masalan. Lekin kalaka qilinishiga har qanaqasiga qarshiman. Siz ham qarshisiz masalan. O'sha uchun ikkalamizni yondashuvimiz har xil bo'lyapti, faqat masalaga turli xil joydan qarab qo'yganimizga balki sal ixtilof, tushunmovchilik bo'lgan. Pozitsiya haqida savol bermoqchiman. Ikki xil pozitsiya, bitta masalaga ikki xil pozitsiyadan qarasa, nima deyiladi uni? Ikki xil standart deyiladi, to'g'rimi? Masalan, bir narsani bir joyda oq dedingizmi? Do'stingiz so'rasa oq dedingiz, dushman so'rasa ham oq deyishimiz kerak, to'g'rimi? Hozir men sizga keltirgan masalangizni o'rtamizdagi muammodan keyin chiqib, "Yo, sizga emas" deyapsiz. O'shandan keyin yozganman. Men bo'ldi, yopdik dedim. U bola kritikada kritika qilayotgan paytida uni ham janri shunaqa. U ham masal bilan yetkazadi. Biror joyda Xayrullo Asadov demadi. Siz qaysi mezonga ko'ra o'tdan Xayrullo Asadovni chiqarib olyapsiz? Xayrullo Asadovni chunki uni o'zi iqror bo'lib chiqyapti. Yo'q, iqror bo'lgani uni erkakligi. U aytayapti, "Men Xayrullo Asadovni aytganman, men erkakman" deyapti. Men kritika meni vazifam deyapti. Siz qatdan chiqarib olyapsiz? Hali gaplashmasdan turib,
kritikasini ko'ryapsiz-da, Xayrulla Asadovga tirik kitobga shunaqa deyapsan, deyapsiz. U yerda tirik kitob demayapti u. Haqiqatda to'g'ri kritika qilyapti meni tomonidan qaraganda. Sal oshirib olgan bo'lishi mumkin, kasalligini bilmadim deyapti. Undan savol so'rashyapti, misol uchun hojatxona qayerda desa, Navoiy shunday deganki deyapti. Yo'q, hojatxonani so'rayapman, Pushkin shunaqa deganki deyapti. Kritika bu. Siz menga da'vo qilgan singari masal bu. Uni janri u. Siz qayerdan mana shu masalda nomi yo'q odamni chiqarib olyapsiz? Aynan bittaga mo'ljallanmagan-ku. Endi shunaqa bir taxmin qildim-da mana. Mana siz ham o'zingizcha shunaqa taxmin qilganingizda, men ham o'zimcha Men taxmin qilmadim, men konkret bilib turibman. Shunaqa deb buni. Ha, demak, Endi shu jarayon. demak haqqingiz bor-a? Haqqingiz bor-a? Shunaqa tushunish. Men haqqi bor. Hamma haqqi bor. Mayli endi. Men hech kimga qarshiligim yo'q. Odamlar ko'rib turganlar baho beradi. Ya'ni erkak kishida ikki xil standart bo'lmaslik kerak. Bu meni prinsipim. Masalan, siz bir masalaga ikki xil qarashingiz, siz erkingiz, ixtiyoringiz, xohlang masal deng, xohlang men chiqarib oldim, taxmin qildim deng. U sizning ishingiz. U boladan so'rasangiz aytayapti, ha deyapti. O'sha Xayrulla Asadov aytayapman. Nimaga? Chunki u bobolarimizga hujum qilyapti, qadriyatlarimizga. Bu tanqid bu. Bu tanqid, haqorat qilmayapti. Haligi o'zini tutishida kasallik ustidan kulyapti degan bir narsa topishi mumkin. O'zidan so'rasa-da aytayapti-ku, men kasalligini bilmayman deyapti. O'zini tutishini ko'rsatib qilyapti. Ha, bu kritika bu. Meni ham, sizni ham kritika qilsa, tanqidiy bo'lsa, qo'l ko'taramiz, qabul qilamiz. Bu san'at bu. San'at. San'at yo'q joyda tanqid bo'lmaydi. Tanqid bo'lmagan joyda san'at qolmaydi. Siz boshqa bir misolda hech kimga mo'ljallanmagan, kimgadir mo'ljallangan demanglar deyapsiz-da, ikkinchi tomonda hech kimga mo'ljallanmagan narsadan odam topyapsiz. Mayli, bu endi maydalaydigan narsa emas. Yana ko'ruvchilar 1400 dan oshiq odam ko'rib turibdi. O'zlari baho beradi. Boshqa nima e'tirozingiz bor menga? Bizni o'rtamizda meni haqorat qiladi, valati zino deydi, unda deydi degan umumiy yolg'on propaganda bor. Men sizga kim valati zino ekanligi to'g'risidagi iqtibos abrorniki emas, ma'lum formulaga aloqadorligini aytdim. Bir odamni ilmiy suhbatga, ya'ni yaramasdan eshaksan desa, shu odamda qonida harom bor deydi. Buni Imom Shofiydan ham bir rivoyat kelgan. Boshqa ulamo, bizni qadriyatimizda bor bu, islom e'tiqodimizda bor. Boshqa odamlar buni qabul qilish, qilmaslikka ixtiyorlari o'zida. Demak, isbot o'rtamizdagi masalaga ko'ra isbot bo'lyaptiki, men haqorat qilmayman. Men shunaqa badiiy jumlalar tuzamanki, qarshimda turgan odam jumlasini yo'qotib qo'yadi. Bu meni faxrlanadigan narsam emas. To'g'ri narsani himoya qilaman qo'limdan kelgancha. Noto'g'ri narsani 100% bilsam qarshi chiqaman. Shuning uchun buni bahsida, mujodalasida dovdirab qolmayman. Men qarshi bo'layotgan odamlarni ba'zi odamlar tushida ko'rsa, labiga uchuq chiqib ketadi. Men qarshi bo'lgan odamlar qo'lida quroli bor. Hayotingizga suiqasd qilinganmi sizni? Yo'q. 5 marta suiqasd qilinganman. Qo'lida quroli bor odamlar. Hani o'tirib olib choyxonada yoki bozorda nos sotib o'tirgan odam emas ular. Qo'lida avtomati bor, uyimga kelib minani tayyorlab qo'ymoqchi bo'lgan odamlar. O'shalarga qarshi gapiryapman. Aytdim-ku, men boshqa sizni fikrlaringiz bilan o'z umuman hozir o'tirib bir o'ylab ko'rdim-da, bu inson bilan bizni nima fikriy tafovutimiz bor dedim-da, lekin bunday olib qarasa siz bilan o'zi bahs qiladigan fikriy tafovutimiz ham yo'q-da, chunki men avvalo so'zi diniy soha, diniy masalada fikrimni bildirmayman hech qachon. U juda yashiraman diniy qarashlarimni va bundan tashqari diniy masalalarga aralashmayman ham umuman. Demak, siz bilan endi siz asosan diniy yo'nalishda ijod qilganingiz uchun, fikr bildirganingiz uchun siz bilan kelishayman. Endi ba'zi bir siyosiy qarashlaringiz bor, ba'zi biriga qo'shilaman, ba'zi biriga yo'q. Lekin juda bir ixtilofli darajada siz bilan qarama-qarshiligim bo'lmagan. Agar qarama-qarshiligim bo'lsa edi, o'zim fikrimni bildirardim. Men shu paytgacha sizni bir qanaqadir siyosiy qarashlaringizga ixtilof, muxolif bo'ladigan nima bo'lmagan. Hozir ham tushunmovchilikni oydinlik kiritish uchun keldim men sizga. Sizga qanaqadir husumatim ham, adovatim ham yo'q. Men erkin o'zim mustaqil ijod qilib kelaman. Shu yo'nalishda agar sizni xalqqa foydasi tegayotgan bo'lsa,
nima qilaman man xalqqa foydasi kelgan odam bilan qarama qarshi bo'lib undan ko'ra boraylik masalani oydinlik kiritib o'zaro hal qilgan ma'qul deb keldim man to'g'risi. Chunki bir narsa borda, siz o'zingizni nimangizdan turasiz, efir qilasiz, men ham o'zim tarafimdan hamma o'zicha haq, o'zini qirg'oqda turgan payt, lekin ana yuzma-yuz kelgan paytda ko'ryapmiz, mana masala oydinlashyapti. Shuning uchun yuzma-yuz ko'rib gaplashgan yaxshi deb keldim. Meni sizga nisbatan e'tirozim yo'q. Men sizni faoliyatingiz bilan ya'ni muntazam kuzatishga vaqtim yo'q. Ba'zida ko'rib qolaman. Masalan, bu millatga nima bo'ldi degan bir she'r ajoyib shaklda ijro qilgansiz. Mana shu uslub menga yoqadi. Yoqadiki, bu zavqimga emas, millatga foydasi bor, millatni uyg'otadigan yo'nalish. O'sha tomonlaringizni bir ikkita joyda ko'rganim bor. Lekin populizm ekanligini xalqqa bildirib qo'yishimiz kerak. Uchun gapirganman u gapni. Bu populizm do'stlar. Masalan deylik, hajga borib nima qilasan, ko'chani asfalt qil deydi. U ham yaxshi amal, bu ham yaxshi amal. Xo'p, ikkinchi marta hajga bormay ko'chani asfalt qil desa mayli. Lekin hajga boradigan odamga ko'chani asfalt qil deb, ko'chani asfalt qiladiganga hajga bor deb odamni chalg'itish bu populizm bu. Shuni aytmoqchi bo'ldim xolos men. Uni davomida shunaqa haqoratomuz kinoya, masal janriga o'tib ketish biroz saviyani tushirib yubordi. O'shaning uchun men xotirjam gapirdim o'zi. Menga masalan qancha bunaqa gaplar bo'lgan. Hozir qanaqa bo'lib yotibdi? Bizga tashkilotlar qarshi, ya'ni qaysidir elchixonani tashkilotlari bor. U elchixona bu yerda josuslik qilib yuradi. O'zini qadriyatini kirgizmoqchi bo'ladi. Ana 120 ni olib tashlash kerak deydi. O'shalarni trolling kabinetlari bor. Menda ular haqida informatsiya ham bor. Kim o'tiribdi, qanaqa qilishyapti? Ularga ya'ni tushkunlikka tushib qolishim to'g'ri emas-ki. Gapim to'g'rimi? Foydani ko'zlab zarardan himoya qilish maqsadida gapiryapmanmi? Qadriyatimiz haqidami? Bo'ldi. Dunyo qarshi bo'lmaydi menga desa. Siz bittasiz-ku. Meni ko'ring hozir, izohlarni ko'ring. Hamma qarsak chalayotgan masala agar xato bo'lsa, chiqib xato deb gapiraman. Hamma qarsak chalayotgan menga salbiy, negativ boshlaydi. Qo'rqmayman undan. Men qo'rqaman mas'uliyatimdan. Xalqni uyg'otish kerakmi? Mana shu joyda men ko'rib turibman, jarga ketyapmiz, ko'zimizni ochish kerak deyman. Men ham ketib qolaman. Bolalarim ketib qoladi. Bu vatan, bu millat, bu davlat bizdan keyin omonat qolish kerak. Ajdodlar qoldirgan joy. Ertaga ana isqirtlar, jakuy tezakka o'xshagan propagandistlar kirib kelsa, nima qoladi bizda? Hech narsa qolmaydi. Men uni qo'llab-quvvatlayman. Maktabimizda ham she'riy janr, adabiy janr, tilga, tarixga, adabiyotga urg'u berish kerak degan bizni o'zi anaqamiz, yo'nalishimiz. Unda bizni tortishuvimiz yo'q. Men shu 3 ta masalani muhokamasiga mayli gaplashaylik, ko'rishib dedim. Nima xulosa qildingiz? Ya'ni xato kimda ekan? Endi men aynan kimnidir aybdor qilmoqchi emasman. Ikki o'rtada tushunmovchilik bor. Menda nima tushunmovchilik bor? Masalan, men nimani noto'g'ri tushunganman? Balki siz o'sha narsani aynan menga ham tegishtiryapti deb o'ylaganingiz, masalan, Vayner bolaga gapirganimni siz balki o'zingizga taalluqli deb bilib, sizda ham qanaqadir jahlingiz chiqqanda. Yo'q, uni muammoni gapirdim-ku o'tda. Shaxsiy, masalan, sizni shaxsiyatingizni, sizni sochingiz, soqolingiz, gavdangiz gapirmadim-u. O'tda o'sha masaladan bu yoqda 1000 ta odam nimaga tirik kitobga gapiryapsan deganda aytdim, tirik kitobni targ'ibotiga qarsak chalamiz, gap yo'q. O'tda mana bu konkret masala bor. Shuni to'g'rilaylik. Tirik kitobni olib kelib biz u taxtga o'tkazaylik. Kutubxona qilaylik. Men nashriyot ochyapman yaqinda. Mana kitob chiqardik, buni ham sizga beray. Kitob targ'iboti bo'lsa, kitob targ'iboti. Jorj Armstrongni Qora pul imperiyasi degan kitob. Yevropada bu kitob Injil bilan teppa-teng o'qilgan. Odamlar Injilni qanaqa o'qigan bo'lsa, buni ham shuni o'qigan. Pul imperiyasini qurgan Rothschild oilasi haqida. Ya'ni ham buni musulmon yozmagan. Aynan ularning millatidan yahudiy inson yozgan. Buni o'qib, ya'ni bugungi kundagi pul nazariyalarini anaqa qilasiz. Yani tasavvur qila olasiz. Qayerga ketyapmiz, kimni propagandasidamiz degan. Kitob targ'ibotini qilaylik. Qilamiz, gap yo'q. Lekin men nimani tushunmadim, hammasini tushunib turibman.
sizga. Hammasini tushunib turibman men. Men shaxsiyatga o'tmadim. Men sizni haqorat qilmadim. Men kinoya masal to'qimadim. Men to'g'ri gapirdim. Muammo mana bu dedim. Nimaga buni gapirmay, uni gapirasanlar? Bu to'g'ri uslub emas. Bu tanqid uslubi emas. Shuni tushuntirmoqchiman xalqimizga. Fikringiz haqiqatda men 200% ma'qullar edim. Qachonki o'sha paytda aynan siz muammoni ko'tarib turgan shaxs sifatida sizga shu fikrni bildirsam edi, haqiqatda u populizm deyish mumkindir, xaypajorlik deyish mumkindir. Lekin ayni paytda men masalani o'rinli ko'tarib, tanqidini, o'sha yechimini berayotganlarga meni e'tirozim yo'q edi. Boshdan. Chunki men o'zim aytyapman, yechim ber deyapman. Lekin men aytyapmanki, ikki o'rinda o'sha kontrargument qilib ketiryapman. Masalan, ojiz odamga gapiryapsan-u, lekin men bunaqangi indamayapsan. Yechimi uni kalaka qilma. Yechimi asosli raddiya ber. Endi aynan sizning Abror Muxtor Ali asosli raddiya berdi demadim. Umumiy kim shu jamiyatda asosli raddiya bergan bo'lsa, o'shani yechim deb ko'rsatyapman. Tushundim buni. Aytyapsiz, yechim bermadi deyapsiz. Men yechimim asosiy raddiya berish kerak. Shaxsiyatga o'tmasin, kalaka qilmaslik kerak. Bo'ldi. Mana sizni pozitsiyangizni, ilmiy raddiya berishingizni men 100% ma'qullayman. Qo'llab-quvvatlayman. Oldin ham aytganman. Jonli efirlarda siz o'zingiz bo'lmagan orqangizdan ham aytganman shu narsani, hozir ham aytyapman. Tushundim. Shu yerda bitta savol borda. Muammo shaxsiymi yoki umumiymi? Menda aynan hozir siz bilan bog'liq muammo yo'q. Yo'q, o'sha temada. O'sha bizning temamizda, hozir oxiri bo'lgan temada siz o'zingizga olyapsiz, o'zingizga olib gapirganingiz noto'g'ri bo'ldi. Gaplashamiz? Yo'q, bo'ldi. O'zingizga olib gapirganingiz noto'g'ri bo'ldi deyapsiz-ku. Men o'zimga olganim shaxsiy masala bo'lib qoladi-ku. Men o'shaning uchun so'rayapman. Ana shu muammo, masalan, o'sha tirik kitob degan personajni kasalini kalaka qilish, yoki kitobning targ'iboti, yoki kitobning ichidagi noto'g'ri narsani targ'ibot qilmaslik. Bu muammolar shaxsiymi? Ya'ni ikkalamizni tomorqamizga tegishlimi? Yo bu gapni gapirishdan ko'zlagan maqsad xalqqa shuni to'g'risini aytish, noto'g'risidan ogohlantirishmi? Bu umumiy. Umumiy, to'g'rimi? Umumiy bo'lgandan keyin men u masaladan shaxsiyatimni e'tibori qolmaydi. Siz kimga gapirsangiz ham, boshqa odamga gapirsangiz ham, masala umumiy-ku. Men umumiy gapni gapiraman. Sizni o'sha joyda haqorat qilsam shaxsiy bo'ladi. Men o'ta shaxsiy narsa qilmayapman. O'shaning uchun bu tushunmovchilik emas. Men tushunib turibman qilgan ishimni, ongli ravishda qilyapman men. O'tda umumiy muammoni yechimiga gapiryapman, bo'ldi. Sizni haqorat qilmayapman. Populizm haqorat emas, haypajorlik haqorat emas. Bu bir saviya. O'sha bola ham haypajorlik qilyapti. Uni kasbi shu. Men ham bir o'rnida hayp qilyapman. Nimaga? Meni ham shu hozirgi kundagi imkoniyatim, ya'ni shu orqali xalqimizga nimadir aytyapmizmi? Sizni ham qancha ergashuvchingiz bor, to'g'rimi? Sizga qarab gapingizni qabul qiladigan, sizga qarab kiyinadigan, sizga ergashadigan bor. Hayotda hammani ergashuvchisi bor. Xuddi shuni singari menda ham bor. Nima deyishim kerak? Quloq solib turgan hech yo'q o'g'lim bor oldimda. Qizim bor. Ularga murojaat qilayotgandirman. Bu haypajorlik, ya'ni muammoni yechimi emas bu. Demak, bu yerda masala shaxsiy emas. Bu yerda menda tushunmovchilik yo'q. Siz meni noto'g'ri tushunibman desangiz, unda menimcha to'g'ri bo'ladi. Mana bunaqada men aytayapman-ku, siz aytgan gapingiz haqiqatda populizm deymizmi yoki boshqa bo'lar edi, qachonki men masalani asosli ravishda ko'targan shaxslarga qarshi chiqarimda, chunki men o'zim asosli ko'targanlar tarafdor bo'lib turibman. Asosli raddiya beringlar, gap bo'lishimga emas, shularni qo'llab-quvvatlayman deb turgan holatda. Unda muammo yo'q. Men yechim endi orasida bitta kontrol o'sha qarama-qarshi argument keltirib o'tganim, lekin yechim aytayapmanki, bo'ldi, uni shaxsiyatiga o'tmasdan, kasalligini kalaka qilmasdan asosli raddiya berish kerak. Yo'q, siz yechim deganda unga emas, amaldorlarga gapir deyapsiz. Yechim bu deyapsiz. Yo'q, yechim deb ko'rsatmayapman. Yo'q, o'sha qarama-qarshi argument qo'yyapman. Любой filologdan so'rang, o'sha jumlani shunday qo'yingda, любой filologdan. Bu yerda mana shu jumlalarning ichida qaysi biri taklif, qaysi biri yechim deb so'rang. Siz taklif, uni tanqid qilma, taklif deyapsiz. Undan ko'ra amaldorni tanqid qil, yechim beryapsiz. Bu yechilmaydigan, ya'ni populizm bu. Siz nima deyishingiz mumkin? Uni kasalligini hech kim tanqid qilmayapti. Unda, ya'ni u odam mayli, o'sha odamni o'zi bo'lsa o'zidan gaplashamiz.
U joyda muammo aniq. Ibn Sino haqida, G'azoliy haqida, Beruniy haqida ateizmdan qolgan asarlarni o'qib beryapti bizga. Faqat rus adabiyotidan qolgan kitoblarnigina o'qib beryapti. O'shaning uchun men aytdim, u odam ko'p kitob o'qimagan. Kitob sotgan bo'lishi mumkin. Sotgan paytida, ya'ni makulaturaga tashlab olingan kitoblarni olib, o'qib, undan yaxshisini, yomonini, iqtibosini aralashtirib yurgan odam. Lekin kitob targ'iboti uchun yaxshi qadam. Qo'llab-quvvatlaymiz. Davlat e'tibor berish kerak, jamiyat, boylar e'tibor berish kerak, kutubxona qilib beraylik. Bu gap yo'q. Bu tamom, buni hamma qabul qilyapti. Lekin bizni stikovkaga borgan joyimiz, ya'ni populizm bilan tanqidni farqiga boraylik. Tanqid u odam kritika bilan tanqid taklif qilyapti, tanqidni kritik yo'l bilan qilyapti. Siz o'sha vaziyatda chiqib turib unga sen uni ojiz odamga gapirma, amaldorga gapir deyapsiz. Amaldorga gapir degan jumlani o'zini aytyapman. Bu yoqda gapirish to'g'ri. Kasalligini gapirma, ojizni gapirma, hammasi to'g'ri. To'g'ri gapdan foydalanib, uni boshqa tomonga hayb qilyapsiz-da. Buni jurnalistikada populizm deyiladi. Haqiqiy ma'noda publikaga o'ynash, ya'ni publikaga chiqib ularning ojiz tomonini ko'rib, ojiz tomondan boshqa tomonni foydalanish bo'ladi. Hozir sizga aytdim-ku. Bitilma o'tiribsan ikkaloving, bor Falastinga desa. Populizm bo'ladi. U yo'q mavzu-ku hozir. Biz oramizda qancha bosib o'tadigan narsa bor. Iloji yo'q narsa-ku. Bir odamga qarzsan desa, ha qarzman, to'la hozir desa. Yo uydan olib kelaman, yo hozir to'la desa. Populizm bo'ladi bu. Bor uydan olib kel desa tanqid bo'ladi. Qarang, men yana aytaman, uni qanaqadir yechim sifatida aytmaganman. Ya'ni kim bularni ikki standartliligini ko'rsatish uchun qilganman-da. Men yechim sifat avvalosi bitta narsa oydinlik kiritib olaylik. Men ko'tarayotgan paytda muammo o'sha kitobxonni kalaka qilinmasligini oldini olish. To'g'ri. Qo'shilaman unga. Xato fikrlarini oldini olish bo'yicha tanqid qilyapsiz, u bitta masala. Men uni shaxsiyatini kalaka qilish bo'yicha u to'g'ri. Fikrimni bildiryapman. Shu jarayonda mana shunaqa kalaka qilyapsanlar deyapman-da, sizlar o'zlaringcha uni ketdan hayb qilyapsanlar, lekin sizlar ikki standartli sanlarki, bu bechora odamga kuchlaring yetadi, mana unga kuchlaring yetmaydi degan ma'noda aytyapman. O'sha noto'g'ri. U o'sha jumlani ichida siz balki tan olarsiz, balki olmassiz, bu ko'pchilik ham ko'rib turibdi. Ikkinchi qismi noto'g'ri. Bir odamni masalan kalaka qilma, kalaka qilsang, sen kimdan kulyapsan? Yaratilgandanmi, yaratuvchidanmi degan ma'noda gapirib uni o'sha joyda to'xtatsangiz, gap yo'q, uni qo'shilamiz. Ikkinchi qismi noto'g'ri, o'tda yo'q narsa. Uni keyin bilmaysizki, u bola o'zini muhitida amaldorlarga qarshi ham kritika qilgan. O'sha paytlarda qilgan, o'zi bu anu Qo'qonda yurgan soxta tabib atrofida qancha soxta avtoritet paydo qilgan edi. Unga qarshi qildi, buni o'ldirib yuborishga tahdid qildi. Qancha unaqa bo'ldi. Biz bilmaymiz-ku uni demoqchiman. Senlar qila olmaysan, emas. Ko'p odam aytadiki, sen amal qilmaysan deydi. Siz amal qilganingizni aytishingiz kerakmi kimgadir borib? Kecha bitta podkastda bitta savol beryapti. Abdulloh Muxtor Ali, siz nimaga shuncha ilm o'qigansizda amal qilmaysiz deyapti. Men ko'p ilm o'qimaganman, o'zim unaqa maqtanadigan joyi yo'q. Lekin amal qilmaganimni qatdan bilyapti ekan u. Men ertalab Bomdodda borib Nodira degan xotin ekanda. Nodira, Bomdod bo'ldi, mana o'qiyapman Bomdod deyishim kerakmi? Kimga ko'rsatishim kerak men qilgan amalimni? Siz amal qilmaydi, kitob yuklatilgan eshak desa bir kishini. U ancha da'vogar bu. Qiyomat kunida bizning e'tiqodimizda muflis bo'ladi u. Hamma yaxshiligini berib, hamma yomonligini tortib oladi bundan. Hasan Basriy aytgan. Hasan Basriyni ham eshak deb so'kishganda aytgan u kishi. Mashaqqatsiz ajr muborak bo'lsin degan. Mashaqqat qilmasdan turib oladi u ajrni. U boshqa masala. Men deganim o'sha suhbatingizda men tanqid qilgan joy ikkinchi qismi. Birinchi qismiga qarshi emasman. O'zi odatda to'g'ri gapiriladi. To'g'ri gapdan populizm yasaladi. To'g'ri gapdan tanqid yasash kerak. Tanqid, yechim, sen Xudodan qo'rqding yoki qonunchilikda senga javobgarlik bor edi, sen ustingdan yozsa ketding degan ma'no bo'lsa tanqid bo'lardi. Men ikkinchi qismiga qo'shilmadim. Boshqa nima savolimiz bor? Endi nima deydi? Populizm masalasi o'zi men o'rganib chiqdim, uni tag zamirini. Populizm bu xalqqa yoqadigan
yolg'on va'dalarni berib va qanaqadir hokimiyatni qo'lga kiritishga qaratilgan harakat populizm der ekanda, bilmadim aynan mani harakatimni balki uslub jihatdan xato bo'lishi mumkindir, lekin aynan populizm deb atash, sifat berish menimcha bilmadim. Chunki aynan populizm nimaligini men o'rganib chiqdim, siyosatchilardan ham surishtirdim. Va mana shunaqa argument keltirdim. Mana shunaqa holat bo'lsa dedim. Nima deyishdi? Populizm ta'rifi nima deyishdi? Populizmni aytishyaptiki, ya'niki masalan siyosatchilar hokimiyatni qo'lga kiritish uchun u maqsad. Yolg'on va'dalarni beradi. Populizm maqsadmi, uslubmi? Populizm uslub. Uslub. Demak, hokimiyatni qo'lga kiritish maqsad u. U populizm emas u. Populizm nima? Populizm orqali erishiladi-da. Populizm u erishiladi. Demak, populizmni ta'rifini aytishmagan sizga. Sizga hokimiyatga erishish uchun degan gapni aytishyapti, u maqsad u. Populizm maqsad emas, populizm uslub. Uslub orqali maqsad ko'zlanadi. Populizmda shunaqa narsa bor. Populizm muammoni gapiradi. O'zbekistonda gaz, svet deydi. Muammo bu. O'zbekistonning gazini chetga sotib olyapti deydi. Bu muammo. Noto'g'ri gapmi-yu? Nima uchun buni gapiriladi? O'sha gapni butun xalq qo'llab-quvvatlasin. Bizni dardimizni gapiryapti-ku desin, yaxshi ko'rsin uni. Lekin to'xta, bizda gazni qazib oladigan kadrlar yetarlimi? Yo'q, o'qitishimiz kerakmi? Xo'p, siz shuni gapiryapsiz. Nechta odam bizda gaz qazib oladigan mutaxassislikka talaba beryapti, o'qityapti, pul tikyapti. Bu yechim kerak deydi. Chunki 1 yillik, 10 yillik emas-da bu, 100 yillik, kelajakda 1000 yillik omonat bu. Vatan, yurt shunaqa. Populizm bo'shliqdan foydalanish uslub bu. Bo'shliqdan foydalanayotganda xalq muammolarini gapirib, o'zini yuqoridagi davlatga erishish, avtoritetga erishish maqsadlarini amalga oshirib oladigan odam bu. Bu yechim bermaydi bu. U yechim bermasdan boshqa tomonga chalg'itadi degani u. Endi biz bo'ldi mana. Masalaga bu tarafdan qaraydigan bo'lsak, biz umumiy insonlarni so'z erkinligini bo'g'ib qo'ygan bo'lamiz-da. Ya'ni kim odamda yechim bo'lsa bo'lmasa fikr bildirish kerak deb o'ylayman. Meni qarashim shunaqa. Ya'niki bu odamning so'z erkinligi va soliq to'lovchi sifatida gaz talab qilish, yo svet talab qilish deylik. Bu uni huquqi. Haqqi. Huquqi. Konstitutsiya bo'yicha uni fikr erkinligi chiqyapti-da, svet yo'q, nima yo'q, mana buni hal qilib beringlar desa, u yechim berishga bu tanqid u. Mana shunaqa u o'zining fikrini bildiradi. Bu tanqid. Lekin gaz yo'q, svet yo'q, u haromxo'rlar, ho'y, amaldorlar, senlar nima qilyapsan deyish populizm. Ya endi haqoratlashni istamayman. O'sha so'z erkinligi emas u. Tushundingizmi? Men qaysi nuqtada farq qilyapti? U hech kim aytmayapti, gaz, svetni so'ra demayapti. U muammo hammamizda bor. Siz ham so'raysiz, mana masalan svet o'chib qolsa elektrositga telefon qilasiz, so'raysiz haqqingizni. Puli to'langan-ku deysiz. Uyingizga keldi, gazni pulini so'rayapti. Bu men to'laganman-ku, u haq bu. U populizmning xatarliligi muammoni birinchi planga chiqarib, o'zini maqsadini amalga oshiradi. Men soddaroq qilib aytay, Qo'qondagi Polbin. Tabibman deydi. Nima degani? Muammoyingizni yechaman, sizni dardingizga sherikman degani. Siz kasalsiz, men kasalman, boraman. Kasal odam eshitadi uni. Va o'shandan foydalanib, populizm bu. Pul ishiladi. U hech qanaqangi sizga yechim bermaydi. Unda silab qo'yish yechim emas u. Bu sodda ko'rinishi bu. Mana shuni sal murakkablashtirsa, o'sha yuqoridagi muammolarda bizning yurtimizda bo'layotgan Xitoy keldi, yerni sotib olyapti, undoq bo'lar ekan. Rossiya undoq bo'ldi, bundoq bo'lar ekan. Buni hammasi populizm. Bu sistema bor. Sizga ham taklif qilaman bu kitobdan tashqari. Yaqinda uni ham nasib bo'lsa qilamiz. Jim Sharpni diktaturadan demokratiyaga o'tish usullari degan kitobi bor. Hozir o'qib ko'ring, o'sha joyda ko'rsatgan qanday foydalaniladi. Ya'ni xaridorga mol sotilayotganda populizmdan foydalaniladi. Aqliga urg'u berilmaydi, hissiyotga urg'u beriladi. Yig'lanadi chiqib olib. Deydi, men deydi, undoq bo'lib ketdim, bundoq bo'lib ketdim deyiladi. Lekin ot kimniki desa, pasport kimda bo'lsa o'shaniki. Uni quchoqlab olib, meni otning muhabbatidan mahrum qilmang deb yig'laganniki emas. Mana bir narsada haqiqatda agar hokimiyat bilan xalqni bir-biriga qarshi qo'yish maqsadida qanaqadir harakatni men o'zim birinchi navbatda qoralayman. Lekin boyaga aytgan misolingiz bo'yicha amaldorlar nima qilyapsizlar deb savol berishsa ham kerak biz o'rildik deb bilaman. Qachonki haqorat qilmasdan gaz yo'q, svet yo'q, sizlar nima qilyapsizlar deyish
fuqaroni haqqi. Chunki u pul beryapti, amaldorlarni boqyapti. Kelasi prezidentimiz o'zi ham aytadi, biz xalqqa xizmatchisimiz deydi. O'sha uchun ular xizmatchi bo'lgandan keyin xalq o'zini xizmatchilaridan talab qilishga haqli ma'nosida talab qilsa, mana shu joyda nima qilmas kerak, adashmaslik kerak. Kimdir chiqib, gaz yo'q, svet yo'q, amaldorlar nima qilyapsanlar desa, men buni populizm emas deyman. Bu uni huquqi deyman. Chunki u konstitutsiya bo'yicha soliq to'lovchi sifatida o'z haq-huquqini talab qilyapti. U muammoni unga tegishli emasligini, 30 yil, 40 yillik muammo ekanligini, buni u sotmayotganligini isbotlab bersa-chi? Yo'q, endi uni izohini berish amaldorlarning vazifasi. Berdi, izohini berdi deylik. U men masalan soliq to'lovchi sifatida meni haqqimki, talab qilish meni haqqim. Men boshqa narsam yo'q. Men bilmayman, ana u yoqda tepada gaz konlarda nima vaziyat, kadr yetishyapti. Men u bo'yicha umuman ma'lumot ega emasman, lekin men qarshimanki, qachonki mana gaz yo'q, svet yo'q, xalqni qiynayapsanlar. Ana endi u boshlandi manipulyatsiya. Haqiqatda sektorda populizm desa bo'ladi. Xalqni qiynayapsanlar, xalqqa pul berasizlarmi? Boshqa desa men bu narsaga qarshiman. Men o'zimdan biror unga qo'shilaman. Biz ham doim shuni tarafdorimiz, chunki prezident o'zi ham aytayaptiki, tanqid qilinglar deyapti. Haqorat qilinglar deb tushunmoqda ko'pchilik uni. Bittasi chiqib olib turib, haromxo'rlar deyapti. Yo'q, uni sen borib tepasida ko'rib turmagansan-ki. Men o'zim bilgan o'sha rahbar lavozimida ishlayotgan odamlarning qanchasi uyga ham borolmay yuribdi. Xalqi dardini deb. U bechoralarni ham bizni ustimizda haqqi bor. Xolis bo'lishimiz kerak. Muammo 60 yillik. Gaz muammosi, svet muammosi mustaqillikdan oldin SSR paytidan qolib kelyapti bu. Yig'ilib bugun so'z erkinligi berilgan paytga to'g'ri kelib qoldi. Qancha muammo bor, lekin shunda turibdimi? Yo'q, yechim bo'lyapti. Men ba'zi suhbatlarimda keltirib berdim, alohida o'rgandim. Gazga, svetga aloqador juda katta proyektlar amalga oshirilyapti. Butun boshli turbalar, butun boshli simlar qaytadan, podstansiyalar qaytadan qurilyapti. Mayli, u muammoni ya'ni kengaytirib masalamizni cho'zishga hojat yo'q. Demak, men haqorat qilmas ekanmanmi? Yo'q, men sizga oldin ham haqorat qilgansiz. Bitta chiqishda aytdim, haqorat qildi mana Abror Muxtor Ali dedim, chunki o'sha paytda haqiqatda bular sharafsiz degansiz. Endi zapislar nimalar yo'q, menimcha esimda qolgani shu. Men aynan balki men nazarda tutmasdan boshqa toifalarni nazarda tutganda siz bular deganingizni ichida endi ommadan o'zimni ham qabul qildim. Ben uni ko'rish kerak, nima uchun aytganman, lekin sharafsiz degani sharafsizmi, erkakmas? Yo'q, shu umumiy ma'noda men haqorat qilmayman, isbotlab beryapman buni. Siz haqingizda shunaqa gapim mabodo farazan mana esimda yo'q. Lekin ana u adolat kuychisimi degan, devonai haqgo'ymi deganga nisbatan gapirganman men. Chunki u meni onamni haqorat qilgan odamni to'g'ri deb propaganda qilib qo'yayotganini sizga qo'yib berdim o'sha kuni ham. Uni aytyapman, bu odam sharafsiz odam. Devonai haqgo'y degan odam sharafsiz odam. 600lik odam. Agar nechta odam bo'lsa bilmayman o'tdi. Chunki aynan meni 15 mingcha podpischiga bor edi, misol uchun deylik. Menda 100 mingdan oshiq edi o'sha paytda. Aytayapti o'sha hodisa voqeadan keyin Abror Muxtor Ali через man orqali rivojlanishga harakat qilyapti deydi. Sharafsiz odamlar, mana sizga o'xshab kelib yuzma-yuz gaplasha olmaydigan odamlar. Gaplashsa qani o'tiraylikchi, kim sharafsiz, kim to'g'ri narsani gapiryapti. U chiqadi u. Endi men masalalaringiz bo'yicha juda chuqur ma'lumotga ega emasman. O'zi o'sha birinchi siz bilan gaplashganim ham o'sha bahsda ikki o'rtani isloh qilish uchun kelgan edim men to'g'risi. Balki men ulardan ham xato o'tgan bo'lsa, men aytib sizlar nomlaringizdan uzr so'rayman. Kelishlar balki deb nima qilgan, sal bahs bo'lib ketdi. Bu yoqda meni ham tajribasizligim bo'ldi, keyin ikki o'rtada tushunmovchilik bo'lib ketdi shu narsa. Keyin mana bu voqea bo'lib ketdi. Menga endi alam qilgani populizm deyapsiz, bo'ldiki, men o'zim populizm xalqni emotsiyasini o'ynashga qarshi odamman-da. Chiqib kelaman, doim aytib kelaman. Faoliyatimni boshlagan paytman, istoriyalarimni, faoliyatimning maqsadi nima deganimda men aytganman. Men xalqni dardini hech qachon o'zim uchun nishon qilib olmaganman. Men xalqning dardini aytyapman deb nima qilmayman. Men ishonmasangiz turibdi, o'sha ko'rish mumkin mana kimlardir. Men xalqning dardini aytayotgan odamman deb iddaoyim yo'q. Men shunchaki odamlarni qaysidir ma'noda haq-huquqlarini talab qilishga
faollikka targ'ib qilish uchun kelganman. Men hech kimga qarshi ham qo'ymoqchi emasman. Meni maqsadim shu. Oldin ham aytganman, hozir ham shu maqsadda turibman. Bir tarafdan sizda ham fikrlaringiz shunaqaligini bilaman. Ya'ni kim xalq bilan hokimiyat bir-biriga qarshi qo'ymaslik kerak, boshqa. Men bu tarafda siz bilan ham fikrman deb aytaman-da. Tushunarli, maqsad to'g'ri, g'oya to'g'ri. O'sha oxirgi biz o'rtamizda kelishmovchilikdagi hodisada maqsadingizga zid ish u. Amaldorni gapir, umumiy gapda bu. Umumiy gap. Ya'ni tanqid qil, hozirga o'xshab ya'ni tafsiloti bilan tushuntirmasdan turib, chiqib olib turib, amaldorni gapir, bu propaganda bu. Bu qarshi qo'yish bu. Faqat bu yerda siz maqsadim bunaqa emas edi-yu desangiz, agar ish avj olib ketsa, sizni maqsadingiz so'ralmaydi. Lafzingiz so'raladi. Maqsadingiz go'zal edi, xo'p, ajr olasiz, savob olasiz, bo'ldi, lekin noto'g'ri edi deyiladi. Men noto'g'ri ekanligini aytyapman, xolos. O'sha uslubdagi o'sha joy noto'g'ri. Endi bu ham aytdim-ku, endi mana sizning bu bahslaringizdan ko'rib, o'zim uchun qaysidir ma'noda olganman. Mana shu narsani va aytganimda kimdir Turkiyada deylik, qaysidir salafiy O'zbekistonni diniy siyosatini tanqid qilyapti, siz aytyapsiz. Bular mana o'zi turgan joydagi mana gapirmaydi, o'zi demokratiya yashaydi, deyapsiz. Lekin demokratiyani tanqid qiladi, deyapsiz-da. Ya'ni kim siz ham ikki qarama-qarshi bir vaziyatni o'rtaga tashlayapsiz. Men ham o'shandan ilhomlanib, shunday argument qo'yganman. Tushundim. U narga qarshingizda turgan odamga kontrmasda u kritikasiga siz bu taklifni beryapsiz. U Turkiyada yurgan, Polshada yurganlar bizni tanqid qilyapti, haqorat qilyapti. Senlar demokratiyada yashayapsan, kofirsan, kufrga ketding deyapti. Men aytyapman o'sha gapiga. Sen qayerda yashayapsan? Ular menga gapir deyapti. Men aytyapman, men gapiryapman. Tanqid bilan haqorat farqiga boraman. Sen gapir chiqani chiqib deyapman. Bu muqobil bo'ladi. Kontr argument bo'ladi. Ya'ni u aytayotganiga. Lekin siznikida uni kontr argument yo'q. O'shaning uchun aytdim men. Bu noto'g'ri. Men misol dedim. Hozir 100% populizm haqida gapirayotgandim. Shu misol kelib qoldi dedim. Ko'ringlar, mana shu populizm dedim. Endi buni shaxsiyatga hech qanaqa daxlim yo'q, o'tda haqorat yo'q, o'tda populizm haqida gap ketyapti. Bo'ldi. Shuni tushunmosin uchun gapiryapman, xolos. Menimcha tushunarli bo'ldi. Sizni ham vaqtingizni oldik. Boshqa e'tirozlar yo'qmi? Yo'q, menda o'z e'tirozim yo'q edi. Aytdim-ku, tushunmovchilik bo'lsa, shuni hal qilaylik, yuzma-yuz gaplashaylik. Balki men haqimda sizga noto'g'ri ma'lumot kelib qolgandir. Endi meni oldindan ham sizga qanaqadir e'tirozim, adovatim bo'lib kelmagan. Ben tushunmovchilikdan to'xta dedim. O'zi nima uchun biz tortishyapmiz dedim. Bizni ba'zi bir jabhada umumiy do'stlarimiz bor. Deylik, o'sha Muhammad Ali Eshonqulovlar yoki boshqalar bilan biz qaysidir ma'noda umumiy do'stmiz, yoki qaysidir ma'noda o'sha Iltuz, qaysidir ma'noda yana qaysidir bir nashrlar bor. Men o'zimga o'n dushman deb bilaman o'shalarni. Tanqid qilganman o'shalarni. Dushmanimiz ham bir, do'stimiz ham bir bo'lib turgan holatda bir-birimiz bilan qanaqadir ikmush bo'lishimiz ham bir o'rinli emas dedimda, o'zimga fikr qildim, to'xta. Kimdan xato? Mayli, menda yoshlik qilib qaysidir mana tajribasiga o'tgan, shuning uchun keldim. Endi boyagi masalangizga uni o'tirib yana ham bir o'ylab ko'raman. Chunki haqiqatda endi men o'yla bu maydonda endi 1 yil bo'lgan bo'lsa, faoliyat boshlaganimga ijtimoiy tarmoqlarda endi siz masalan bir 15 yillik tajribangiz bor kamida. Balki uslub jihatdan hali bana to'g'rilanadigan joylarim bordir. Aybini to'g'rilash, tan olish ham bir o'rinli. Shuning uchun fikrlaringizni o'tirib, men yana bir nima qilaman, tahlil qilib, haqiqatda endi men asosan aytdim, o'sha kontrargument qo'yishni sizni uslubingizdan kelib chiqib men shunaqa qilganman. Ya'ni kim siz aytgansiz, o'sha boyagi misolimda xuddi shunaqa yondashib o'qiganman, balki uslubimda xatolik bo'lgandir. Uni endi o'tirib ozgina ham tahlil qilib, kelgusdagi xato bo'lsa, shuni takrorlamaslikka harakat qilaman. Ma'qul. Menda boshqa gap yo'q. Yo'q, shu fikrlar ma'qul, kenglab bir gaplashib kelaylik. Dushmanlashib yurgandan foyda yo'q. Agar nima bo'lsa, xalq manfaati yo'lida kerak bo'lsa bir do'st bo'lib, yaxshilik yo'lida birlashib. Izohlarda o'sha menga hujum qilayotgan troll komandalar, ular mashina, ular odam emas. Siz bilan bo'lgan bu suhbatlarimiz va bo'lgan shu jarayonda sizni ham izohlaringizda aktiv ancha ular. Qayrash masalasida shu masalani loyihalatish, shu populizmdan foydalanib ular. Uchun shunaqa qilib yotibdi. Endi har kim o'zi mas'uliyatidagi ishni javobgar bo'ladi. Bu men javobgarlik deganim, men doim
oxiratdagi javobgarlikni o'ylab yashayman. Shunaqa yashash kerak deb o'ylayman. Oxiratdagi og'ir mahkamadan ehtiyot bo'lgan odam dunyodagi mahkamalardan zotan ozod bo'ladi. Chunki u ichingizda o'tib turgan narsaga javobgarlik bor-u, shuni his qilgan odam tashqarisida unaqa jinoyat qilmaydi. O'shaning uchun u haqoratga o'xshagan, ya'ni saviyani tushirib yuboradigan uslublardan voz kechishimiz kerak. Endi kimdir sizni haqorat qilsa, u sizning haqqingiz. Alloh taolo Qur'onda la yuhibbullohul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim degan. Alloh taolo yomon so'zni yaxshi ko'rmaydi. Lekin zulmga uchraganga ruxsat deydi. Zulmga uchragan, haqoratga uchragan. O'shaning uchun o'sha masalalarda hozir sizni izohingizda ham to'xtamay meni tek qilib yotishibdi. Keyin o'sha trollinglar. Hammasini ro'yxatini ko'ring, hammasi yuzi yo'q odamlar. Trollinglar. O'zicha o'sha xohlagan narsani qilib yotibdi. Endi bu uslubda men ularga aytaman. Onasida muammo bor odamlar, zotida, naslida muammo bor odamlar. Unaqa odamlar bor jamiyatda. Onasida nima ayb deb qo'yadi? Buni bilmayman. Onasida nima aybligini-yu, lekin bizda uslub o'laroq shu o'rgatilgan. Bor bizning asarlarimizda. O'shaning uchun o'sha propagandadan ham ehtiyot bo'lasiz. Bundan buyog'ida bizda manzilimiz shu. Vaqtingiz bo'lsa mehmonga keling. Doim eshigimiz ochiq. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Yaxshi yerda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Chiroyli. Olamboy nima deydi? Har xil yaxshi yomon gaplar uchun uzr so'rayman. Balki ba'zi o'rinlarda yoshlikka nimaga borgandirman, shuning uchun musulmon